$1000 dan $100,000 qila olsa, $50 kurs o'tib nima qiladi degan mantiqiy savol. Aka, ortiqcha pul zarar qilmaydi, menga kerak pul u ham deydi. Yo'q, o'zi unaqa yo'q aytyapman. Tradingda $1000 dan $100,000 qildim degan odam yo'q. Mashinik ya'ni, to'g'ri. 99% mashinik. Ya'ni 1% bo'lishi mumkin. Ya'ni noyob holatda o'xshagan, rostdan ham $1000 ga nimadir sotib olgan yoki qanaqadir futuresda pozitsiya ochganda, qanaqadir sayklga tushib qolgan, ana shu pozitsiya qolib ketgan, shunaqa bir holat bo'lsa rostdan ham bo'lishi mumkin. Lekin bu trading emas-da, bu kasb emas-ku. Kutib o'tirmaysiz-ku. Nechta $1000 yo'qotasiz u $100,000 ishlar, $100,000 dan oshiq yo'qotasiz u narsani kutish.